Eshitmay qolganlar uchun yana bir bor ma'lumotlarni takrorlab o'taman. Yili 2012 149 ming yurgan, oldiga solsa plyonka zashitalar qo'yilgan, orqasi tonirovka. 4 ta balonni holati yaxshi, razdatkalar uzilmagan. Musofirda yurgan akalar, shoshiling. Mashina tinig'i mana. Ma'lumotlarni videoning ostiga narxini, hamma narsani kommentariyaga yozib qo'yaman. Captiva sotilsa video o'chadi. Shuni ham inobatga oling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.